Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugun biza mana qizchamizga ko'ylak bichib oldik. Mana o'rgatgan lekalam bo'yicha mana bichib oldik oldini, orqasini. Orqasida molniya bo'ladi. Mana yengimizni mana shunaqa qilib kenglikda bichib oldik. Mana yubkasi klosh bo'ladi. Mana shuni tikamiz hozir bichib oldik. Mana birgalikda tikamiz xudo xolasa. Qadrdonlarim, mana orqasiga molniya tikishdan ishni boshlaymiz. Mana molniyani tayyorlab oldik. Mana orqa etagimizni o'rtasini olib, mana qirqib oldik. 10 santimetrdan ortiq qilib qirqib oldik. Ana endi buni bel qismiga oldin ulab olamiz, overlock qilamiz, keyin molniyani ulab olamiz. Mana qadrdonlarim, mana orqasini tayyorlab oldik molniyaga. Mana tepasi bilan etagini ulab oldik. O'rtasiga chok berdik. Mana berib oldik. Ana endi molniyani olib, lapkani almashtirib oldik. Molniya tikadigan. Mana endi buni mana o'ngini ichiga qo'yib turib, chokimizni ochib, yonidan lapka bilan chok beramiz. Mana lapka bo'yicha chok beramiz. Bundoq qo'yib, mana lapkani qo'yamiz, yonidan chok berib boshlaymiz. Oxirigacha olib boramiz. Mana qadrdonlarim, mana bir tomoniga tikib oldik molniyani. Ana endi ikkinchi tomonini ham mana chokini ochib turib, mana molniyani yuzi ichida bu tomoniga qo'yib, bu tomonidan ham chok beramiz molniyaga. Mana shunda usulda yonidan chok beramiz. Mana yonidan. Mana shunaqa qilib chok berib olamiz. Mana qadrdonlarim, mana molniyani tikib oldik. Ikkinchi tomonini ham. Ana endi molniyani o'rtasini ochib olamiz. Mana chok berganimizni ochib olamiz. Molniya ozgina yetmagan joyini keyin molniya ochilganda tikib qo'yamiz. Hozir o'rta chokini so'kib olamiz, tekis bo'lishi uchun. Mana qadrdonlarim, mana molniyamiz bitdi mana. Tep-tekis bo'ldi, bir xil bo'ldi hamma yog'i. Mana tep-tekis. Mana orqa tomoni. Mana agarda astarli bo'lsa, astari ulanadi bu yoqqa. Hozir bu ko'ynagimiz astarsiz. Mana endi qolgan ishini davom etamiz. Mana qadrdonlarim, molniyamizni ortiqcha joyini qirqib tashladim. Mana bunaqa qilib uchini ochilib ketmasligi uchun ozgincha material bilan mahkamlab tikib qo'ydim. Ana endi buni mana yotgan chokiga qarab, mana bu yerda bu qimillab ketmasligi uchun zakrepga berib qo'yamiz bundoq qilib. Mana qadrdonlarim, oldi bo'lagiga, mana garlavinaga aptashka ulab olamiz. Mana chiroyli bo'lishi uchun buni bulavkalab oldik. Endi 0.5 ga tikib, buni ag'darib olamiz. Mana qadrdonlarim, ko'ynagimizni oldiga mana poyez ulaymiz mana bundoq qilib, mana oldi bo'lagiga. Mana hozir ulab olamiz buni, keyin qolgani yana davom etdi. Mana qadrdonlarim, bulavkalab oldik. Mana oldidagi poyezimizni, fason poyezimizni mana bulavkaladik. Ana endi bu yerga 1,5 santimetrda chok beramiz. Mana qadrdonlarim, ulab oldik oldidagi poyezini. Ana endi bunga etagini ulaymiz. Mana oldi etagini ulaymiz. Mana o'ngini o'ngiga qo'yib olamiz. Orqasini qanaqa uladik, xuddi shunaqa qilib buni ham ulab olamiz. Mana bulavkalab olamiz. Mana shundoq qilib ulab kelamiz mana. Agarda sal ortiqcha joyi bo'lsa, mana bu yerda ozgina terib olamiz pasatka qilib. Mana terib oldim, ozgina kengligini joyiga qo'yib, mana endi o'rtasiga qo'yib birlashtirib olamiz buni etagi bilan. Mana birlashtirib oldik bulavkada. Mana endi buni chok beramiz. Mana bu tomonidan chok beramiz. Chok berilgan joyidan ustidan berib chiqamiz. Mana oldini birlashtirib oldik, tayyorlab oldik. Ana endi bo'lsa tayyorlab qo'ygan mana belbog'imizni mana bu chekasiga tikib olamiz birlashtirib. Mana bu
chokimizni tepada bo'lishi kerak. Birlashtirgan chokimiz belbog'ini mana bu tomoniga qo'yib, biza tikib olamiz bunisini. Bunisini bu tomonga qo'yib tikib olamiz. Mana albatta chok tarafi tepada bo'lishi kerak. O'shanda boylanganda yaxshi turadi, chiroyli turadi. Mana oldi bo'lagimiz tayyor bo'ldi. Mana belbog'imiz tayyor. Ana endi orqa bo'lagini garlavinasiga ishlab beramiz. Mana orqa bo'lagiga ishlab beramiz. Mana bundoq qilib aptechka tikib oldik, biz qirqib oldik. Mana shu aptechkani qo'yib, mana shu chekkasidan tikib olamiz. Tayyorlab olamiz. Aptechkani o'lchab osnorovka qilib oldim men bu yerga. Ana endi oldiga biza oldi bo'lagi bilan orqa bo'lagini birlashtirib olamiz, yelkasini. Mana shundoq qo'yib, mana aptechkamiz qayrilib ketish kerak emas. Mana shundoq qo'yamiz. Mana chiroq xalaqit qilyapti. Mana shundoq qo'yib 1 santimetrga mana bu garlavinaga yetmagan holatda yelkasini to'g'irlab birlashtirib olamiz. Mana yelkasini tikib oldik. Mana ikki yog'ini mana bir xil mana garlavinadan chok haqi qoldiramiz obrabotkaga. Mana shuni endi hozir biza aptechkamizni olamiz. Bulavkalab olamiz mana bu chekkasidan. Mana shundoq qilib bulavkalab olamiz. Mana molniyani bu yoqqa ochib turgan holatda mana kelib oldingiz mana bu yerga. Buni ham bulavkalab olamiz. Ana undan keyin garlavinani tikib chiqamiz. Ikki yog'ini bir xil qilib. Mana qadrdonlarim, garlavinamiz mana shunaqa chiroyli holatda tayyor bo'ldi. Mana tep-tekis, mana choklari top-toza. Mana bu yerga o'qib qo'ydik choklarni. Mana bir chiroyli bo'ldi. Mana endi biza oldi orqasi tayyor bo'ldi. Ana endi biza mana bu yerda krilishga yeng bichganmiz, yengi o'tkazamiz. Mana qadrdonlarim, yengi birinchi mana oldini belgilab qo'yganmiz yengimizni. Mana o'rtasini belgilab qo'yganmiz. O'rta chokiga qo'yib, oldin yengimizni o'tkazib olamiz qo'lda. Qo'l choki bilan o'tkazib olsak, keyin oson bo'ladi. Bitta ko'ynakni qo'l choki bilan har doim tekshirish kerak. Tekshirganingizda yeng chiroylimi, xunukmi bilib olasiz. Qatini nima qilish kerak bo'lsa, keyin o'shanga qarab to'g'rilanadi. Mana qadrdonlarim, mana yengimni qo'l choki bilan o'tkazib oldim. Mana shunaqa krilishga yengimiz, mana ko'ndalang bichilgan. Mana shunaqa chiroyli chiqadi mana. Mana choklarni shunaqa qilib o'tkazib oldim. Mana choki o'rtaga keldi. Mana bu yoqlari ham mana shunday chiroyli bo'lib o'tdi. Mana endi buni yengini choklab, overloqlab olamiz, yonini tikamiz, ko'ylak tayyor bo'ladi tegi bilan. Mana qadrdonlarim, ulab oldik yonlarini. Mana yengimiz, mana etaklarimiz, mana chiroyli kiyg'azib tayyorini yana ko'rsataman sizlarga. Ko'ynagimiz bitti, mana bir chiroyli bo'ldi. Mana gullab qo'ydik oldiga. Sizam harakat, mana orqa tarafidan chiroyli turibdi, orqa tarafidan ham. Sizam harakat qiling. Yenglari chiroyli, mana yenglarim chiroyli. Yenglari chiroyli, mana. Siz ham harakat qiling sizda.